Har 2-3 yilda Godzilla katta ekranlarga qaytadi va o'z raqiblariga haqiqiy maxluqlar qiroli kim ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Alpha Titandan bu safargi comeback 2027-yilning 26-mart sanasida bo'ladi. Chunki aynan o'sha sanada Godzilla va Kong birlashgan 3-filmning premyerasi bo'lib o'tadi. Legendary studiyasi yaqinda Godzilla va Kongning navbatdagi filmining qanday nomlanishi va filmdan kichik tizerni bizga taqdim etdi. Yangi Imperiya filmining ilk tizeridan farqli o'laroq ushbu rolik bizga hech qanday yovuz titanni ko'rsatgani yo'q, lekin 42 soniyalik tizerda anchagina sirlar yashirilgan. Bugungi videoda ushbu kichik tizerni tahlil qilamiz va filmning asosiy yovuzi qaysi titan bo'lishligiga aniqlik kiritib olamiz. Rolik boshida Monarx tashkiloti ofisi ko'rsatildi. Har doimgidek barcha xodimlar ishlayapti. Burchakdagi ekranda yer sayyorasi bo'ylab tarqalgan titanlarning turar joylari ko'rsatilgan. Keyin esa qo'ng'iroq ovozi eshitiladi. Ushbu ofis Monarxning oddiy aholidan kelgan titanlarning paydo bo'lganligi haqidagi qo'ng'iroqlarga javob beruvchi ofis bo'lishi mumkin. Ushbu ekranda Rio-de-Janeiro shahrining vayron bo'lganligi haqidagi xabarlar berilmoqda. Godzilla va Kong yangi Imperiya filmining final jangi ushbu shaharga milliardlab zararlarni keltirgan albatta. Keyingi ekranda esa Misr piramidalari shaklidagi qora va tepasi yaltiroq piramidalar ko'rsatilmoqda. Ular xuddi yer ostidagi gravitatsiyani boshqaruvchi kristallarga o'xshaydi. O'zga sayyoraliklar texnologiyasi deb ham taxmin qilinmoqda. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bizni yana bitta o'zga sayyoralik titanning Godzillaga qarshi jangi kutib turibdi. Nega aynan Godzilla? Chunki bu safargi filmda to'liqligicha Godzilla asosiy planda bo'ladi. Oldingi film Kongning ajdodlari haqida edi. Shuning uchun Godzilla ikkinchi planga chiqib qolgandi. Bu safar qirol asosiy voqealar markazida bo'ladi. Ulkan maxluqlar mavjud bo'lgan dunyoda o'zga sayyoraliklar ham bo'ladi albatta va ularda ham ulkan kurashadigan maxluqlari bor. Bu esa kosmik Godzilla bo'lishi mumkin. Fanatlar ekrandagi kodlarni o'rganib chiqib, u yerda yangiliklarni kuzatib boring degan so'z yashiringanligini aniqlashdi. Ingliz tilida esa Watch this space. Space so'zi aynan film yovuziga ishora qilmoqda, ya'ni Space Godzilla yoki kosmik Godzilla. Teaser filmning nomi bilan yakunlandi, ya'ni Supernova. Supernova nomli hech qanday titan Monsterverse'da oldin tilga olinmagan. Nomning qanchalar sirli ekanligi filmni franshizadagi eng kutilayotgan film bo'lishini bildiradi. Supernova nomi yulduzning portlashi degan ma'noda ishlatiladi. Logotipda ham yulduz portlagan energiya ko'rinib turibdi. Hozircha film qanchalar kosmik darajasida bo'lishi aniq emas, lekin bu safar Kong yoki Godzilla kosmosga chiqishi mumkin, chunki ularning raqibi o'zga sayyoralik Alpha Titan, Cosmo Godzilla bo'ladi. Yerga oldin ham o'zga sayyoralik maxluqlar kelishgan, xuddi Monster Zero kabi. Uning yer tabiatiga moslashuvi maxluqni yanada kuchliroq qilgandi. Cosmo Godzillaning yer sayyorasida paydo bo'lishi ham xuddi Ghidorah kabi katta xavf olib keladi. Ushbu titan komikslarda Godzillaning geni kosmosga tushib qolish natijasida paydo bo'lgan. Gen qora tuynuk orqali o'tadi va ulkan kaidzu hosil bo'ladi. Cosmo Godzilla telekinez, kristallizatsiya, energiyali qalqon, elektromagnitli impuls va energiya otish qobiliyatlariga ega. Uning asosiy zaif joyi uning badanidagi kristallarga doimiy zaryadning kerak ekanligi. Agar ular yo'q qilinsa yoki energiya manbasidan uzib qo'yilsa, Cosmo Godzilla juda ham zaif titanga aylanib qoladi. Supernova so'zi yulduzning yo'q bo'lishi degan ma'noni anglatar ekan, asosiy titanlardan kimningdir o'limini ham ko'rishimiz mumkin. Godzilla yerning eng qadimgi titanlaridan biri hisoblanadi. Balkim uning hikoyasi ushbu filmda yakunlanar. Toho studiyasining original voqealarida kosmik Godzilla mitti Godzillani qo'lga oladi. Ushbu Godzilla haqiqiy Godzillaning o'limidan keyin Heisei epoxasining asosiy Godzillasiga aylanadi. Monsterverse'da ham Godzillaning o'rnini yangi titanga almashtirish vaqti kelgan bo'lishi mumkin. Chunki titanning mualliflik huquqlari Yaponiyaga tegishli bo'lganligi uchun Warner Bros. Godzilla qatnashgan har bir film uchun Tohoga haq to'lashga majbur. Godzillani o'ldirib, o'zlari yangi titan o'ylab topishsa anchagina foydaliroq bo'lishi mumkin. Xuddi oldingi filmdagi Qirol Scar kabi. Qirol Scar hech qanday Yaponiya filmlarida chiqmagan. U maxsus film uchun Legendary tomonidan o'ylab topilgan titan. Kosmik Godzillaning ham mualliflik huquqlari Tohoga tegishli ekan, aynan o'sha titanning filmda chiqishi so'roq ostida qolmoqda. Balkim xuddi shu ko'rinishdagi titanni yovuz qilib, mualliflik huquqlaridan saqlanish uchun unga boshqa nom berishar. Kong Godzilla kabi qadimiy titan bo'lmasa-da, uning ham o'lish darajasi yuqori. Muxlislar unga qanchalar o'rganib qolishmasin, kompaniya uning o'rinbosarini allaqachon tanlab bo'lgan.
bo'lgan, ya'ni Suko. Balkim Kongning o'limi filmni Monsterverse'dagi eng dramatik film qila olishi mumkin. Teaser oxirida esa Godzillani yoki Kosmogodzillani ovozi eshitiladi va tugaydi. Filmning suratga olish ishlari yaqindagina boshlanganligi bois hozircha bizga hech qanday Titan teaserda ko'rsatilmadi. Film premyerasiga esa hali 2 yil borligi esa avtorlarning film ustida yetarlicha ishlashiga yordam beradi. Ushbu kompyuter turgan stolda afsonaviy aktyor Sam Neillning surati turibdi. U oldin Yura davri filmlarida qatnashgan edi, endi esa Maxluqlar haqidagi filmda rol o'ynaydi. Shuningdek, aktrisa Caitlin Dever ham aktyorlar tarkibida mavjud. Balkim ushbu ko'rsatilgan joy uning ish stoli bo'lishi mumkin. Ushbu rasmlar esa uning ota-onasiga tegishli. Ekranning pastki qismida esa personajlarning nomi, shuningdek Jay Jorgensonning ismi turibdi. Jorgenson komikslarda monarxning ishchisi bo'lib, Tiamatga qo'riqchilik qilgan. Ekranda shuningdek Arizona shtatidagi Sedonada qandaydir muhim voqea bo'layotganligiga belgi bor. Agar Sedonaga kartadan nazar tashlaydigan bo'lsak, u yer shunchaki bo'shliq joy. Shunga o'xshash joydan Gidoraning alfa signalidan so'ng Titan Stilla uyg'ongandi. Ekranda shuningdek favqulodda holat haqida signal paydo bo'ladi. Vaziyat juda ham jiddiy tus olmoqda. Godzilla va Kong haqidagi navbatdagi film action va titanlarning jangiga boy bo'lishi kutilmoqda. Filmning suratga olish ishlari boshlanganligi bois film haqidagi xabarlar endi tez-tez chiqa boshlaydi. Agar film haqidagi ma'lumotlardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Kanal manzili video ostida. Bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Agar qaysidir mavzuda yana video qilishimizni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi qiziqarli roliklar ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.